Buxorodan Turkiyaga Damas'ta sayohatimizning 5-kuni va biz yo'lda Toshkentdan Turkiyaga sayohatga ketayotgan 5 ta sinfdosh akalarni ko'rib qoldik. Aka, qanday bunaqa oqibat? G'da o'qish kerak. U A, B, V bo'lish shart emas. G'da o'qisa bo'ldi. Oqibat shu yerda hammasi. Maktabni bitirganlaringizga necha yil bo'ldi? 24 yil bo'ldi. Safarga chiqqanlaringiz nechinchi kuni? Bugun birinchi kuni. Bir kunda pashti Rossiyaga Kiyevda kelishibdi. Biza 5 kunda keldik. Biza o'zi men mashinada qo'rqituv kelgan ras o'ylan. Damazda qanaqa shuncha kilometrga. Aka, biza O'zbekistonda hali hech kim qilmagan kontent qilmoqchi bo'ldik, ya'ni Damas legenda ekanligini isbotlamoqchi biza. Gap yo'q, lekin Damasda qo'rqmasdan chiqqaninglarga. Eski do'stlar, eski do'stlar. Ha, mazzami. Sinfdoshlarni yig'ib Turkiyaga ketish kerak emas, shunchaki dachagami u bu joyga borib oqibatni tiklash kerak. Buni eng yaqin sinfdoshlarni hammasiga tarqatib shu videoga like bosing. Zora aql kirib yig'ilib qolarsizlar. Aytgancha, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin, sabab Turkiyadagi eng chiroyli lahzalarni istoriyamda yoritib boryapman. Va shu safarimiz davomida 1 million bo'lishimiz kerak. Boshimning